ishlarni filtr qilishni o'rgandik va validatsiya qilishni ham o'rgandik. Qaysi skam, qaysiga topshirsa bo'ladi, qaysiga topshirsa bo'lmaydi. Ana endi o'sha ishlarning ichidan qaysi biri bizga to'g'ri keladi va qaysiga apply qilamiz, shuni ko'rib chiqamiz. Aytaylik, mana shu birinchi ishga topshirmoqchi biz. Birinchi bo'lib description o'qib ko'ramiz. Qani shu ish bizga to'g'ri keladimi yoki shu ishga taalluqli biror xil portfolio projektlarimiz bormi? Agar projekt yoki portfoliyamiz bo'lsa, unda bu ishga bemalol topshirsak bo'ladi. Nima uchun? Chunki bitta ishga 200 kishi topshirgan bo'lsa agar, ularning o'rtasida qanaqadir ajralib turish kerak va bitta ajralib turadigan eng zo'r narsa bu portfolio. Ko'p mijozlar berayotgan ishini dasturchi yoki dizayner kim bo'lsa ham allaqachon shunga o'xshagan ish qilgan bo'lsin deydi. Shu uchun Python qidirishadi. Chunki proyekt Pythonda bo'lishi mumkin yoki fintech industry yoki SaaS shunga o'xshagan narsalar. Va bu sizni kuchli tomoningiz ham bo'ladi. Cover letter yozayotgan vaqt. Va yana bu sizga ancha pulni tejab qoladi. Chunki biz ana endi aniq ishlarga topshiryapmiz, juda spesifik aniq ishlarga topshiryapmiz. Boshida bu juda ham muhim. Kam-kamnak yo'qotish, ko'proq ishlarga topshirish, aniq ishlarga topshirish. Shunchaki to'g'ri kelgan ishlarga topshirsak agar, katta ko'p kamnak yo'qotishimiz mumkin. Ba'zan topshirish mumkin agar Upworkda qachondan beri ishlab kelayotgan bo'lsangiz yoki o'sha sizning sohangizda ish kam bo'lsa ham, уже noiloj boshqa portfolioingiz bo'lmagan ishlarga ham topshirsangiz bo'ladi. Lekin birinchi eng priorityda bizda portfoliomizga o'xshaydigan proyektlarga topshirishga harakat qilamiz. Okay. Apply'ni bosamiz. Apply'ni bosdikki mana bunaqa screen olib o'tadi. O'zimiz rateimizni yozamiz, va increase kerak emas, cover letterni yozishni boshlaymiz. Cover letter yozganda birinchi e'tibor beradigan narsamiz bu bizani first two lines of your cover letter. Cover letterdagi ikkita birinchi liniya, o'shalar eng muhimi. O'shalardan kelib chiqib mijoz profilingizni yoki cover letteringizni dalshi o'qishni qarorini chiqaradi. Agar o'sha yerda yaxshi yozgan bo'lsangiz, dalshi o'qib ketadi va dalshisida o'sha klientni huquq qilib olish kerak. O'shandagina sizga qaytib klient yozadi. Ko'p kishini ko'rganmiz, hey, I'm experienced developer deb boshlaydi yoki I have 5 years of experience yoki I come across your job, this is perfect for my skills, please hire me. Yo'q, bunday yozish kerak emas. Completely xato. Shunchaki mijozni vaqtini olyapmiz yoki profilimizdagi bor informatsiyani qaytib yozamiz yoki o'zimiz haqimizda ko'p informatsiya yozamiz. Uning o'rniga biz mijoz haqida informatsiya yozishimiz kerak. Men bunaqa narsalarni qurganman, yoki savol berish kerak. Ey, bu nima? Qanaqa framework ishlatyapsizlar yoki mana bu frameworklarmi? Front-end kerak desa agar buni React bilan qildingizlarmi yoki Vue bilanmi yoki mana bunaqa texnologiya ishlatdingizlarmi deb yoki men shunaqa ishga o'xshagan narsani allaqachon qurib bo'lganman deb boshlash kerak. Ikkinchi narsa, mirror their language. Bu degani ularni job postidagi masalan cover letterlarni, ularning job postidagi keywordslar, Flutter, React Native, UX designer, user friendly, mana shu keywordslarni o'zimizni cover letterda include qilishimiz kerak, joylab qo'yishimiz kerak. Masalan, dashboard haqida yozgan bo'lsa, I need a dashboard deb yozgan bo'lsa, I have built a dashboard for, I don't know, surveys, yoki qanaqadir dashboard qilgan bo'lsa for e-commerce, mana shunaqa yozish kerak. I built dashboard using Python, Flutter for e-commerce. Agar e-commerce yozgan bo'lsa, using OpenAI yoki using OpenAI's endpoint, Чтобы ular bilan bir xil tempda bo'ling, Ular sizni proposalingizni o'qiyotgan vaqt xuddi o'ziga relevant deb bilsin, o'ziga taalluqli deb bilsin proposalingizni. Uchinchi narsa, start with their problem, not your resume, I have 5 years of experience emas, o'zining resumengizni shunchaki portfolio'dagi bor narsani yozish kerak emas. Umuman xato narsa bu. Profilingiz allaqachon bor, necha yil ishlaganingiz, descriptionda bor yoki Upworkni o'zi ko'rsatib o'tiradi ba'zan.
Uni o'rniga mijozni muammosi bilan, mijoz yozgan narsalarni muammosi bilan boshlang. You mentioned performance issue yoki loading analytics. DB'da muammo bo'lishi mumkin, bu yoqda muammo bo'lishi mumkin. Yoki shunaqa men nimalarni ko'rgan, freelancerlarni ishda o'sha cover letterda allaqachon yarim ishni qilib yuborganda, shunaqa oddiy ishchalar tushib qoladi, ular yarim ishni qilib yuboradi. Hey, check out, I have done 50% of your work. Let's make a contract and I will finish it in 1 hour deydi. Yoki I will finish it in 10 minutes deb. Сразу уже ular olib bo'ldi u mijozni borku, men yoqda yozib o'tiribman befoyda. Shu uchun ularning problemasi bilan сразу boshlash kerak. Agar shunaqa prostoy ish bo'lsa, 50% ni qilib ko'rsatish kerak. Va boshida aytib o'tganimda, bizga qanaqadir proof kerak. Shunchaki, ey, men buni qilganman, buni qilib beraman, uni qilib bilaman yoki uni qilganman, men 5 yil experience'im bor emas. Hey, I have built this daily users. Сразу ko'rsatish kerak. Check out this link yoki Loom video, ha? Va yana bitta narsa, har doim short qilishga, kamroq yozishga harakat qilish kerak. Juda ham uzun shart emas. 100 ta, 150 ta, 200 ta word ortiqcha, 200 tadan ko'p bo'lish kerak emas, ha? O'sha adjectivelar, keraksiz adjectivelarni yozmasak, boshqa narsalar, men bu 5 years of experience, I'm delighted to work with you, nimadirlarni yozmasak, o'zi 200 taga ham bormaydi. Va sound human, not AI. To'g'ri, biz AI bilan yozamiz bugun, chunki 100% даже, okay, hamma mijozlar AI ni ishlatib post yozadi. Уже freelancerlar ham iloji yo'q, AI ni ishlatamiz. Kelasi darsda ko'ramiz qanday AI ni ishlatishni. Lekin har doim o'zgartirib turish kerak, ha? Har doim AI bo'lsa ham odamda yozish kerak, ha? AI ga aytish kerak, odamda yoz yoki robotik joylarni o'zimiz o'zgartirib chiqishimiz kerak. Masalan, oxirida qanaqadir savollar qo'shish mumkin. Fixes before starting, ha? O'sha aytganimdek, men bularni fix qildim, qara. Yoki boshlashdan oldin men senga bu test qilib, prototipini qilib beraman projektingni. Shunchaki deyish ham mumkin agar shunaqa katta proyekt bo'lsa agar. Va narx. Ba'zi mijozlar qancha bo'ladi deb sразу so'rashadi yoki o'sha projektda yozib qo'yilgan, ha, qancha bo'lishi. Aytaylik, qanaydir siz uni estimate qildingiz. Menimcha bu haqida o'sha klient bilan muloqot sectionda ko'rib chiqamiz. Boshqa darslarda. O'sha yerda shunchaki $50, $100 emas, $50 for the given integration, ha? Integratsiya qilaman, deployment qilaman. Keyin bir hafta support ham qilib beraman, ha? Qanaqadir issue'lar chiqsa, shularni ham qilaman va $50 bo'ladi yoki projektni men buni qanaqadir kichkina milestone'larga o'zgartirib chiqamiz, ha? For authentication $10, for something $20, bunday deb, men shuncha bo'ladi, okay. Qilishim ham mumkin deyishim bo'lsa, aytsam bo'ladi. Lekin shunchaki $50 ga qilaman deb yozmang hech qachon. And with micro call to action. Bu nima degani? Oxirida qanaqadir action bering, ha? Keling, bitta call qilamiz yoki men bu yoqda ko'rsangiz bo'ladi, men projektlarimni yoki men bu Loom videoda ko'ring, men sizni problemangizni qanday rashad qilaman. Yoki shunchaki call to action, ha? Kelinglar, telefonda gaplashamiz. Ha? Bugun vaqtim bor, ertaga vaqtim bor deb aniq vaqtini ham yozish kerak agar call to action bo'lsa agar. Iloji boricha. Avoid buzzwords and fluff. Innovative, result related, passionate, developer. Okay, umuman kerak emas, ha? Bonus darsida qaranglar, qanaqa ular yozgan. Yig'lagisi keladi mijozni ularni o'qib borku, o'qimaydi ham, shunchaki o'tkazib yuboradi. Undan ko'ra mijozga qanaqadir o'sha mana shu actionlardan birontasini bering. Chunki mijozlarga boshida aytib o'tganimdek rezultat kerak. O'sha proyektida ishlagan o'sha proyektiga o'xshagan proyektda ishlagan dasturchi kerak, yoki qurgan dasturchi kerak. Ha? Relevant bo'ling. Va oxirgisi, AI dan oldin mana esimda, do'stlarim bitta template taxlab olardi o'zi haqida.
va har bitta ishga o'sha template'ni yozaveradi. 100 tacha yozib tashladi bor-ku. Bitta ham mijoz qaytib aloqaga chiqmas. Chiqsa ham qanaqadir skamerlar chiqardi. Bugun AI bor. Ha? AIdan ham qanaqadir template taxlab olib ishlarga topshirsa bo'ladi. Yoki o'sha template'larni hamma ishlarga har bir to'g'ri kelgan ishga topshirsa bo'ladi, lekin mijozlar uni o'qimaydi. O'sha AI bilan oldik, qanaqadir template taxladik, kelasi darsda buni ko'ramiz. Lekin o'sha template'ni ichida ham o'zimiz keyin customize qilishimiz kerak. Biroz ba'zi joylarini o'zgartirishimiz kerak. Bo'lmasa mijoz o'shani ham o'tkazib yuborishi mumkin. Baribir AI da nima bo'lsa ham, qanchalik zo'r template taxlab olmasak ham, qanchalik zo'r AI bilan yozmagan bo'lsak ham, baribir AI. Chunki mijozlar ko'bisi hozircha nimalarni o'qiydi o'zi. Bizlar yozgan cover letterlarni agar short bo'lsa agar ko'bisi o'qiydi. Shunchaki AI ga tashamaydi. Shuning uchun harakat qilish kerak. Har bitta yozayotgan cover letterimiz har bitta mijoz uchun отдельный customizable bo'lishi kerak. Bitta template taxlab olib yoki bitta AI prompt taxlab olib to'g'ri kelganiga yozib tashlash kerak. Nima yozgan AI o'qimasdan turib tashlash kerak emas. O'qib, keyin biror ba'zi joylarni o'zgartirib, keyin tashlash kerak. Kelasi darsda bu haqida tushuntirib beraman. Qanaqa taxlash kerak, nimalar taxlash kerak? Ha? Qanaqa prompt yozish kerak? Va bu yerda qisqacha bitta loom video qilamiz. Loom video shu boshqalardan ajralib turish uchun juda muhim narsa. O'sha yozgan narsangizni, projektlaringizni real time ko'rsatib bilasiz, ha? Insightlarni ko'rsatasiz, code base'ini ko'rsatasiz, yoki shunchaki ishlab turganini ko'rsatasiz. Va oxirida men bu bitta yozgan template bor. Shu template'ni yozib ishlatib bemalol taxlasak bo'ladi. Обязательно bu template emas. Shunga strukturasini shuna taxlab, boshqacha qilib ketsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda ko'ramiz. Hi there. Savol bilan boshlayapmiz, ha? Bu yoqda dasturchilarga ko'proq bu template to'g'ri keladi. Men bu savollarini boshqa sohada bo'lsangiz o'zgartirasiz. Endi o'zidan kelib chiqib, ha? Savollar o'sha sizning sohangizdan kelib chiqib, qit'a o'zgartirasiz. Bunisi ham shunday. Endi eng muhimi bu yoqda struktura. Savol bilan boshlayapmiz. Qanaqa proyekt qilganmiz va biroz o'zimiz haqimizda aytyapmiz. Keyin agar bo'lsa loom videoni qo'yamiz va call to action'ni beryapmiz. Va oxirida yana projectlar bo'lsa qo'yapmiz. Va projectlarning description'i, linki proyektdagi, o'sha proyektimizdagi Upwork'dagi linkini qo'yapmiz. Va tamom. Qarang, bu juda ham oddiy, даже bizga ham o'qish buni приятный. Mijozga ham shunday bo'ladi. Da. Qisqacha shu.